go'shtni arzon qilish nuqtai nazaridan intensiv baliqni o'rganganimizni inobatga olib, chora-tadbirlarni yangidan ishlab chiqishlari kerak. Baliqchilikni rivojlantirish uchun favqulodda sharoitda ishlashga chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak. Prezidentimiz bu yildan katta e'tibor qaratdilar baliqchilik bo'yicha 2026-yildan. Bundan unumli foydalanish kerak biz tadbirkorlar. Albatta, baliqchilik biznesi daromadi yaxshi. 10 yildan sohada baliq oldi sotdi, agrotexnikasi, yem, ozuqa ta'minoti bo'yicha shug'ullanamiz biz. Shuning uchun kommentariyada fikrlaringni kutib qolamiz. Qanaqadir taklif bo'lsa, maslahatlaring bo'lsa, uni kutamiz. Albatta biz zo'rimiz deyalmiz, hali hech bolani bilmaymiz biz. O'rganamiz sizlardan, xudo xolasa. Bizdan zo'r mutaxassislar bor, bizdan eski baliqchilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaliklari bor. Xudo xolasa, agar ularni ham fikrlarini olsak, albatta yana ham rivojlanamiz. Hozir shu 100 tonna baliq olishni rejalashtiryapmiz. Bu intensiv emas, pol intensiv. Endi bu yerda 3 ga bo'lib, keyingi yillarda rejada bor. Rost mana intensivga o'tkazamiz. Hozir qilmaganimiz sabab shu sutimiz hozir zo'r emas. Shu sharoitini qilib olsak, xudo xolasa intensiv usul bo'lsa, shunda sentnerdan ham yuqoriga chiqarsak bo'ladi. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Like bosib, podдержкада bo'lsalaring xursand bo'laman, xudo xolasa.